Navbatdagi partiyamiz xudo xolasa Toshkent viloyati Toshkent shahriga chiqib ketyapti. Bittasi Chinozga, bittasi Yangiyo'lga. Kimga shunaqa indirabelkalar kerak bo'lsa, Qo'qon shahar 4-avtobazanchidamiz. Navbatdagi universal drayverkamiz mis motorligi xudo xolasa Qo'qon shahriga, hamma shaharimizga chiqib ketyapti. Hop, drayverkamiz universal, donam hashagan maydalaydi. Makka sutani ham maydalaydi. Mis motor, samazashli knopkalar bilan jihozlangan, voltmetrlari bor. Hozirgi kunda narxi mis motorlarimiz 3 million so'm, alyumin motorlarimiz 2 million 700 ming so'm. Andijonlik akamiz o'zlarini mashinalarida super drayverkalarni olib ketyaptilar. Kimga shunaqangi mahsulotlar keraksa, Qo'qon shahar 4-avtobazanchidamiz. Navbatdagi partiyamiz xudo xolasa 220 da ishlaydigan, soatiga 50-60 kilo chiqadigan granulyatorimiz Navoiyga, Xatirchiga chiqib ketyapti. Hop, super drayverkamiz 7,5 kW soatiga 1 tonna atrofida don maydalaydiganimiz ham Navoiyga chiqib ketyapti. O'sha kuni aytgan Xitoy granulyatorimizni remontini qilib berdik, zavodskiy bragida. Hop, yem chiqadigan holatga keltirib berdik. Akalarimiz Andijondan kelishgan. Hop, kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, Qo'qon shahar 4-avtobazanchidamiz. Bemalol telefon qilib, agar Xitoy granulyator olgan bo'lsalaring, ishlatilmayotgan bo'lsalaring, zavodskiy brag bo'lsa, bemalol remontini qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Navbatdagi partiyamiz xudo xolasa super drayverkalarimiz vodiyga chiqib ketyapti. Ushbu super drayverkamiz 220 da ishlaydigan, 3 kW, 3 ming оборот, 220 mis motor bilan jihozlangan, ikkita tarafdan maydalaydigani Andijonga, Buloqboshiga chiqib ketyapti. Ikkinchisi xudo xolasa Farg'ona viloyatiga, Quvasoyga chiqib ketyapti. Bu 4 kW, 3 ming оборот zavodskiy mis motor bilan jihozlangan, bitta tarafdan maydalaydigani, donlarni changitmasdan maydalaydi. Eng mayda setkasida o'sha mollaringizni hazm qiladigan darajada o'sha kepak un darajasiga yetkazib beradi. Soatiga 380 ligimiz 500-600 kilo, 220 da ham 400-500 kilo donni maydalab beradi. Eng ahamiyatli jihati donni changitmaydi. Kimga shunaqa drayverkalar kerak bo'lsa, Qo'qon shahar 4-avtobazanchidamiz. Nomerlarimiz o'sha O'zbekiston bo'yicha barcha viloyat va shahar markazlariga dastavkalarimiz tekin. Vodiy bo'yicha uyingizgacha olib berishadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.